Baxtning bahosi qancha? Bir insondan so'rashibdi. Baxtning bahosi qancha? U biroz o'ylanib javob beribdi. Kasal bo'lib qolganingizda sog'lom uyg'onishingiz bahosicha. Farzandingiz kech qolganida eshikdan sog'-omon kirib kelishining bahosicha. Onangizning ovozini eshitishingizning bahosicha. Otangizning duosini olishingizning bahosicha. Bir piyola choy ustida oilangiz bilan kulishingizning bahosicha. Biz ko'pincha baxtni katta uyda, qimmat mashinalarda yoki ko'p pulda deb qidiramiz. Aslida esa baxt allaqachon yonimizda bo'lgan bo'ladi. Faqat biz bunga odatlanib qolgan bo'lamiz va odatlangan ne'matlarimizning qadrini ko'pincha yo'qotganimizdan keyin bilamiz. Bugun bor narsangiz uchun shukr qiling. Chunki kimningdir orzu qilayotgan baxti sizning odatiy kuningiz bo'lishi mumkin.